Face to face bo'ladi. Karim polvon aka. Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Toshkent yo'lida mana xudo xolasa ketyapmiz. Qorlarni qaranglar. Platina bozoriga ketdik. Mana Umidjon bilan inshaalloh Toshkent Platina bozorini faqat sizlar uchun ertaga Platina bozorini inshaalloh Karim polvon bilan birgalikda yoritib beramiz. Yondiramiz. Mana qalardi dadadan, bababang qilib bozor orasida. Qaynoq. Rossiyada yurgan do'sti bilan Qirg'izistonda, bozorda yurgan do'st birodarlarga alangali salomlar. Qirg'izistonda. Alloh rozi bo'lsin, sog' bo'linglar hammanglar. Assalomu alaykum, Chorva biznes kanalining qadrli obunachilari, ijtimoiy tarmoq YouTube, Telegram, Instagram tarmoqlar orqali bizni ko'rib kuzatib turgan aka-uka opa-singillar, hamyurt qadrdonlar. Hammaga xayrli kech. Bugun 2026-yil 17-yanvar. Hafta kuniga shanba. Biz Andijondan Toshkentga qarab otlandik. Kim bilan deysizlarmi? Assalomu alaykum qadrli Sherzod akam. obunachilar. Hammanglarga xayrli kech. Mana Umidjon bilan inshaalloh Toshkent Platina bozorini faqat sizlar uchun yoritish uchun ketyapmiz. Inshaalloh ertaga yangi qaynoq videolar chiqadi xudo xolasa. Videoni udarlari bo'ladi, xudo xolasa. Platina bozor ketyapti. Xo'p, hurmatli kuzatuvchilar, videolarni shoshilmasdan o'tkazmasdan oxirigacha ko'rib, like'larni bosib, kommentariya yaxshi so'zlarni yozib turasizlar. Ertaga Toshkent bozorlarini yondiramiz. Fanboy, laklarni, mana qalardi dadadan, bababang qilib bozor orasida. Qaynoq videolar bo'ladi, xudo xolasa Toshkentdan. Sizlar Dadadan, uchun. bababang qilib sol orasida. Hurmatli kuzatuvchilar, Xudo xolasa Platina bozor ketyapti. Face to face bo'ladi. face to face bo'ladi. Karim polvon aka bilan xudo xolasa. Qadrli obunachilar uchun mana yoritishga ketyapmiz. Solishtiradi narxlarda xudo xolasa. Andijonimiz vodiyda qanaqa narxlar? Toshkentda men doim gapiraman. Mana shu dehqonlarga men Toshkentda ham unaqa qimmat emas. To'g'ri. Xudo xolasa solishtiramiz. O'ziga qarab, hamma joyda. Ha, inshaalloh. Hamma joyda tosh tarozi bor. Xudo xolasa yaxshi mollarni olamiz, zo'r savdolar bo'ladi. Nasib bo'lsa sabirsiz biz ham 5-10 ta mol olib kelamiz aka. Xudo xolasa. Xudo xolasa. Inshaalloh 3 ta siz 3 ta men 3 ta olsa bir mashina olasiz. Xudo xolasa. Xudo xolasa. Inshaalloh. Orqa bagaj to'la pul endi yurib ketyapti, ko'rsata olmaymiz unisini. Xudo xolasa. Zo'r mollarni olamiz aka-ukalar, zo'r videolar bo'ladi. Dadadan, bababang qilib bozor orasida. Mana olmasa deb. Davom etishda davom etamiz biz. Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Toshkent yo'lida mana xudo xolasa ketyapmiz. Qorlarni qaranglar. Platina bozoriga ketishni yo'lidamiz. Sizlar uchun mana yo'l oldik Toshkent sari. Inshaalloh ertaga Platina bozorini inshaalloh Karim polvon bilan birgalikda yoritib beramiz. Yondiramiz, kuydiramiz. Biz keravaldamiz Qamchiq dovonida. Xudo xolasa Alloh ertaga Qahratonda qaynoq videolar bo'ladi, xudo xolasa. musofirlarga ham salom. Musofirdagilar. Do'sti birodarlarga, Rossiyada yurgan do'sti bilan Qirg'izistonda, bozorda yurgan do'st birodarlarga alangali salomlar. Qirg'izistonda. Alloh rozi bo'lsin, sog' bo'linglar hammanglar. Duo qilib turinglar, like'larni bosib turinglar. Xudo xolasa Toshkentdan zo'r videolarni olib, Chorva biznes kanalida qo'yamiz, yoritib boramiz sizlar uchun. Zo'r savdolar bo'ladi, xudo xolasa. Bu qaranglar, qadrdonlar bor. Vodiyliklar, kelinglar, maza qilib boradigan joylar ekan. Borib hali. O, mo qaranglar, tog'ni qaranglar, bu tepani. Endi kelgan, hamma ko'rgan, lekin bizda qor yog'mayapti-yu, vodiyda nima qilaylik, yog'mayapti-da. Pervalda qor hamma yo'q. O, sovuqda qarang, bunaqa sovuqlar. Xullas kelinglar, hammanglar maza qilasizlar, qadrdonlar. Bismillahirrohmanirrohim. Ilohim Alloh qilayotgan ishlarimiz barakotini bersin. Musofirda yurgan aka-ukalarimiz tanjani sog' qilsin. Alloh olganga sotganga Alloh dehqonlarimizga ham barakot bersin. Esalomon yana o'zimiz Andijonimizga yetib olishimizni Alloh nasib etsin. Xushkelsizlar Toshkentga. Yaxshi kelibsizlar? Yaxshi qolmaysizlar? Rahmat. Xudo xolasa mana Toshkent shahriga kirib keldik. Platina bozorlarida Banglatamiz. Ertaga inshaalloh Bittadan qorinni to'plab olsak, hunarimizni ishga solamiz. Vodiydan keldik inshaalloh Andijondan. bittadan qorinni to'plab olsak, savdoni boshlaymiz. Salovoyt nomi nima? Kivi kafesiga kirdik.
o'tiribmiz. Xudo xohlasa bu yer ham juda chiroyli ekan. Kechasida lekin oshxona topish oson bo'lmadi. Oson bo'lmadi, qiynaldik. Xonalarni endi ancha aylandik, bor. Motochchilar bo'lyapti-ku. Halimmi? Piyola ham bering uka. Nurdin aka qalay ovqat? Toshkent sho'nkasi. Zo'ra? Alloh rozi bo'lsin. Kiwi oshxonasi kechqurun 12:30 da ham xizmat ko'rsatdi. Maza qildik. Rahmat. Kiwi oshxonasidagi akalarga ham. Birga yomdiramiz, xohlasa, like'lar bosib qo'yasizlar.